Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Qayerdansiz? Tojikistondan, Panjkent qishloq shahridan, qishloq So'jinadan. So'jinadan. Ismingiz nima? Azizjon ismim. Azizjon. Nima shikoyat bilan keldingiz? Shu oyog'imga doktorga tomografiya qilgandim, grija chiqarganda, shu tarafim sal azob beryapti. Yengash olasizmi? Ha. Yengash olasiz. Faqat og'riydimi? Shu nima desam, ushlab turadi-da bir narsa. Izi ushlab. Qayerda ushlab turadi? Shu mana shu baldirda ushlab turadi, keyin shu ukol urgandan shu Qo'yaveradi. dumadan sal og'rig'i bor. Qancha bo'ldi? Yettita bir 8 oygacha bo'lib qoldi. Davolanib ko'rdingizmi? Lechinni oldim, endi Nima lecheniya? Ukol. ukol oldim-da. Ha, lecheniyamiz cheklangan emas. Ya'ni kurs lecheniya degan больницадagidek emas. Shu eshikdan qanday kasal bo'lib kirib, soppa-sog' bo'lib chiqib ketganingizgacha yotishingiz kerak. 5 kun bo'ladimi, 15 kun bo'ladimi, 10 kun bo'ladimi, endi uni bilmayman. Men qilayotgan ishim to'liq davolab berishdan iborat. Urg'u berib gapiryapman, to'liq davolab berishdan. Chala emas. Xo'p. Tushunarlimi? Bu yerda qilinayotgan ishlar, klizmamiz bor. Bir mahal, undan keyin belingizga qo'yilayotgan issiq malham bor. Belni qizdirib olish uchun, qizdirgandan keyin umurtqa pog'onasi yumshaydi, o'shaning uchun tortish osonroq bo'lgan. Keyin cho'zish bor. Qo'l oyoqdan bo'ylab cho'zish bor, beldan bo'ylab cho'zish bor. Muhimi umurtqani boya qisilib qolgan joyiga ozroqgina zazor berish. Bo'shashtirish o'sha joyda. Bo'shashtirgan zoqatim umurtqa grijasi orqaga joyiga joylasha boshlaydi. Mana shu asosiy ishim. Tushunarli? Ha, tushundim. Salomat bo'ling. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Rajab Azizjon, Tojikiston Respublikasi, Panjkent rayon, to'g'rimi? So'jina qishloq. 8 oydan beri grija dardida azob chekaman. Og'riq qiynog'idan sababidan keldim. Kelgan vaqtingiz 21 dekabr 25-yil ekan. Bugun esa 25 dekabr. Ya'ni 4 kun vaqt o'tdi. Ahvol? Ahvol yaxshi, Xudoga shukr. Og'riqlar qoldimi? Oyoqdagi og'riq? Ha. Juda qisqa muddatda. Birinchi kun o'ziga natijani berib qo'yib yuborganda. Endi kamdan kam holatda bu. Menda hozir 3 kunda bir yaxshi bo'lib ketgan odam bor, mana siz 4 kunda bo'lyapsiz. Ko'p odamlar uzoqroq yotadi. Nima sababdan shunday? Birinchi navbatda siz vaqtida keldingiz. Cho'zmasdan, grijani qo'ziligidan katta qo'shqar bo'lishga boqadi-ku, shunaqa boqib kelmasdan. O'shaning uchun natija. Endi bitta savolim, mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Qilgan xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qilasiz. Turnikda har kuni 2 marta tortilib turish kerak. Tortilganda oyoqni uchida turish kerak. Oyoqni uchi ko'tarilishi kerak emas. Deb tovonni ko'tarasiz, bo'ldi. Shunga yarasha turnik yasashga to'g'rilash kerak. Shunda odam uzoqroq turadi, sekin umurtqa cho'zila boshlaydi va boyaga kirib qolmaydi yana qaytib. 2 oy 3 oy davomida. Ishlaysiz-ku endi, Moskvada ishlaysizmi? Ha, Moskvada. Moskvada ishlasangiz, eshik bo'lishi mumkin. Eshigiga salgina o'zingiz ushlab olasiz, tirab turib olasiz. Bunday qilib o'zingiz qo'lingiz bilan tortib tursangiz bo'ldi. Yoki bir qanaqadir perikladina bo'lishi mumkin. Variant ko'p juda. Shunaqa qilib turaversangiz, hozir ochgan grijam yana qaytib bosilib qolmaydi. Nimaga hayvonlarda grija bo'lmaydi? Chunki ular bunday qilib yuradi-da. Siz esa bunday yurasiz. Tikka. Shuning uchun 60 kilo bo'lsangiz, 30 kilo vес tepaga pastga urib turadi bosib. Ana shuni sal ko'tarib turishga xolos. Mana yaxshi boring, salomat bo'ling, undan buyoq kasal bo'lmang. Ota-onangizga salom ayting. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling.